Yana bir marta assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 20-avgust Ma'mur aka u kirdi уже. Siz o'ting joyingizga. Astadan Toshkentga ketayotgan bu уже 3-reysimiz. 3. Avtobus qanday sharoiti? Taksi qilsa bo'lar ekanmi? O'sha yangi videodagi avtobuslarmi? Astadan Toshkentga qay shahardan insonlarga sizlardan iltimos murojaatga bir kun oldin. Zakazingiz kecha bo'ldimi? Aytilgan o'sha yangi avtobusmi? Yolg'on yo'qmi? Zaryadkalar hammasi yonboshda turibdi. Hammasini zaryadkasi ishlaydi. Foydalanamiz. Islom aka nima deysiz? Videoni ko'rib murojaat qildinglar. Yo'q, siz olib kelgan eski klientlardan Xorazm-ku, ha? Yo'q, ular eski klient bizlarda o'sha. Ularda bor-ku. Joy yo'q desang ham nag'li kelaveradi. Men tashab ketdim, joylashtir degan klientlar o'sha. Ma'mur aka nima deysiz? Muomala yaxshimi akalar? Endi ko'pchilik masalan TikTokda, Instagramda bunday qarasangiz, endi bizning millatimiz qozoq-ku. Biz dangal gapirib o'sgan odamlarimizda ko'pchilik aytadi, muomalangni to'g'rila deydi. Endi qo'ldan kelgan muomala shuda boricha. Bundan bari qanaqa to'g'rilash kerak? Endi mo'st o'rganish kerakdir. Yana o'qish kerakdir, bilmadim. Yaxshimi aka? Kamchilik bormi? Baxtiyor aka nima deysizlar? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Iskandar aka. Yaxshi. Nima, xomishsiz, как будто bor-ku, bir oylikda ishlatib qo'yib, xotinga qanday ochrat beraman deganda yotibsiz. Yaxshimi hammasi? Rozimisiz? Raqamlar profilda turibdi. Bir kun oldin murojaat qilamiz. 94 14 va 06 06. Astana Toshkent Dinara bo'lib chiqadi akalar.